Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugungi sanamiz 1-may hafta kuniga juma, hammalarda juma ayyominglar muborak bo'lsin. Andijon viloyati Izboskan tumani Yakka chorva mol bozoridan sizlarga videolarimizni ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Albatta videolarimizni oxirgacha ko'rib, like'larni bosib qo'yasizlar. Agar obuna bo'lmay ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Mana shu yerda bitta molimizda savdolari bo'lib turibdi, qizg'in joydan. Aka, savdolar necha pul beryapsiz? 70 ming, 68,5 mingdan topib beraman. Ikkosigami? 68,5 ming, buni 71 mingdan so'radim. O'zbekiston. Turishiga necha pul beryapsiz? O'zlari tursam beradi o'zi, men turishman o'g'lim. Aka, o'zimdan taroziga qo'ydim. Taroziga necha puldan? 8,5 mingdan bermayapman. 68.500 so'mdan bermayapti ekan mana. Ammo molni semizliklari nihoyatda semiz ekan. 68,5 dan. Xo'p, savdolari bo'lib turgan joylaridan. Mana shu yerda odamlar o'rab qopti, savdolari bo'lyapti ekan. Ona bolasiga, bolasi novvosidan. Mana savdolari bo'lib turibdi. Necha pul bo'lyapti aka savdosi? 39 bo'lyapti, 40 ga bermaydigan 39 savdo qilyapti. 39 million so'm mana savdolari bo'lib turibdi. Savdolari bo'lib turgan, barakalari bo'ldi. 39 million so'mga 38 million 500 ga bo'libdi barakalar. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi. Yuvoshligiga rosa yuvosh ekan. 38 million 500 ming so'mga barakalari bo'ldi mana. Xo'p, navbatdagi sigirlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bolasi, aka bolasi xunajimmi, ovosmi? Bolasi buqacha ekan. Nech pul deyapsiz aka? 40 deyapsiz ham bor ekan. 40 million so'm kamlari bor ekan. Nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan. 40 million so'm kamlari bor deyapti. Savdolari bo'ldimi aka? Nech pul? 35, 34 aniq bo'lyapti. 35-34 million so'm savdolari bo'lyapti ekan, bermayapti ekan. 34 million so'm so'rashib turibdi. Bitta shved Faroda bor ekan. Bolasi xunajimmi, novvosmi aka? Bolasi xunajin ekan. Nech pul narx aytyapsizlar? Mendan gaplashamiz. Uyasoladi. Katta odamsiz. Qo'shmay gaplashmaydi. Madaniyatli odam bo'ladi. Aka suti nechta buni? 10 ta suti bor ekan, 38 million so'm narx aytyapti ekan akalarimiz. Savdolar hali bo'lgan yo'q. Bozorlar endi boshlandi mana. Ona bola sigir, bolasi kattaroq variantlaridan ekan. Sigirimizni taxminiy bo'ylari shu 1.15 atrofida chiqadi. 1.10 pilosida. Aka, yana bolaga nech pul narx aytyapsiz? 40 million so'm akalarimiz narx aytyapti. Nechinchi bolasi aka? Nechinchi bolasi? Uchinchi bolasi. Nechta sutga? 7 ta sutga. Qayerda mol aka bu? Chuvovani mol ekan. Chuvovani mol ekan. Aka, ishqibozlarga nomer qoldiramizmi? Yo'q. Mana yerda savdolari ham bo'lib turibdi ekan. Akalarimiz so'rab turibdi. Aka, necha pul berdi? 25 million. 25 million so'm savdolari bo'lyapti, bermayapti ekan ona bolaga. 40 million so'm narx aytishyapti. Savdolari bo'lib turgan joylaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Aka, bu bo'g'ozmi ekan? 8 oylik. 8 oylik bo'g'oz ekan. Pulini nech pul deyapsiz aka? 30 kami bor. 30 million so'm kami bor, nechinchisiga? 30 million kami bor, ikkinchisiga. Savdolari bo'lyaptimi aka? Ha, 26. 26. Necha oylik dedik? 8 oylik. 8 oylik. 26 million so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. 26 million so'mga. Aka, bunisi ham bo'g'ozmi? Bormanglar. Necha oylik ekan aka? Aka, bu yaqin bo'g'oz.
Yaqin bo'g'ozmi? Pulini nech pul deyapsiz? 27 kami bor deyapti. 27 kami bor deyapti ekan. Savdolari bo'ldimi aka? Bo'p turibsiz. Keyin olacağız so'rashib qo'yadi. Savdolari bo'lyapti, keyin indashmadi. Navbatdagi xunajinimiz. Qo'shtoqa bo'g'ozmikanmi? Necha oylik? 7 oyga o'tdi. 5-oktabrda qo'yilgan. Necha pul berishyapti qo'shtoqa? Ya hozir 20 million turmush so'm. 20 million so'm, 20 million 100 ming so'm savdolari bo'lib turibdi birinchisiga. Bunyod Beguz aka. Qisir sigirimizga bo'lyapti. 12 million 200 ming so'm mana realni savdolari bo'lib turgan joylaridan. Xo'p, endi Novvos bozorlarida ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarga, e'tiboringizga. Yosh ko'chat novvoschalar. Jahon nech pul deyapsiz buni? 25 million so'm kamlari bor ekan. Yeb ichishlari yaxshimi nima qonni chiqmabdi? Uydan to'g'ri chiqdi. Ammo tuyoqlari ham rosa o'sib ketgan ekan-a. Savdolari bo'ldimi ekan? 18 berishdi. 18 million so'm savdolari bo'pti, berishmabdi. Navbatdagi buqani ko'rsatib o'tib ketamiz. Taxminiy bo'ylari 1.10 ga yaqin chiqib qoladigan buqa ekan. Aka pulini nech pul deyapsiz? Formen. 20 kami bor. 20 million so'm kamlari bor ekan. Yoshlari necha oylik aka bu? 8 oy, 9 oy. 8 oylik, 9 oylik deyishyapti akalar. Savdolari bo'ldimi aka? 16 million 300 ming so'm bo'ladi. 16 million 300 ming so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Ishqibozlarga nomer qoldiraylikmi aka? Sotilib ketadi. Gap yo'q aka, bozoringizni bersin. Bir juft, bittasi ola, bittasi shved. Buqa bor ekan, ammo ko'chatlari chiroyli ekan ikkovsini ham. Aka bularga nech puldan narx aytyapsizlar? 36 million so'm akalarimiz narx aytyapti ekan. Savdolari nech pul so'rayapti aka? 30 million ham beryapti, 31 ham beryapti. 30 milliondan 31 million so'mgacha savdolari bo'pti, berishmabdi. Xudo xolasa ozmoz qoldimi aka? Oz qoldi. Savdolari bo'lib turgan joylari bo'lsa, shetlardan iloji boricha ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarning e'tiboringizga. E'tiboringizga boqma ko'chat buqalarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Narxlari yengillaridan, xudo xolasa ko'chatlari chiroylilaridan. Pullarni nech puldan deyapsiz-ku bular? Hammasiga 18 dan kami bor. 18 million so'mdan kamlari bor ekan. Hammasi bir joyda. Nima savdolari bo'ldimi-ku? Nech pul? 32 bo'ldi. Ikkovi 32 so'rashdi, bermadingiz. Bu ikkovinchi yiriklarini. Bunisini 16,5 qildi. 16,5. Bunisi 16,7 qildi. Bunisini 16 million 700 ming pulga berishmabdi. Xudo xolasa ozmoz qoldi. Ishqibozlariga nomer qoldiraveramiz. 94lik 444 6320. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa kelishtirib beradi. Doimiy bora bunaqa buqalardan. Gap yo'q, bozoringizni bersin. Savdolari bo'lib turgan joylarida mana savdolari bo'lyapti. Berek aka. Yo'q, berek. Xunajin ekan, xunajinga savdolari bo'lib turibdi. Nech pul berishyapti ekan? 12 million 600 ming so'm savdolari bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan. Barakalari bo'ldi. Nech pulga bo'ldi oshog'a? Ekkam 13 oldu. Ekkam 13. 13 ga bermagan ekan, ekkam 13 ga barakalari bo'ldi. Sveji joylaridan. Navbatdagi xunajinni ko'rsatib o'tib ketamiz, yemlashga tayyorlaridan. Kuraklarini ham chiqaribdi jonivor. Pullari nech pul ekan aka? Puli 15 kami bor. Puli 15 million so'm kamlari bor deyapti. Savdolar nech pul bo'lyapti? 12 million.
12 million so'm so'rayapti ekan, berishmayapti ekan. Hozir arqa ketlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz sizlarning e'tiboringizga. Taxminiy bo'ylari shu 1.5 kiloda chiqadi. Ko'chatlari chiroyligidan bor ekan mana shu yerda bitta shved xunajim. Jahon buni pulini nech pul deyapsiz? Pulini nech pul deyapsiz? 20 million. 20 million so'm akalarimiz narx aytayapti ekan. Savdolari bo'ldimi aka? Nech pul so'rashdi? 15,5 million. 15 million 500 ming so'm savdolari bo'pti, berishmabdi akalarimiz. Navbatdagi bitta shved xunajim bor ekan, shunga savdolari bo'lib turibdi. Savdolari bo'lib turgan joylaridan ko'rsatib o'tib ketamiz. Oq quloq, oq tumshuq ekan. Aka nech pul berishyapti bunga? Bor ekan 13 million so'm. 13 million so'm mana savdolari bo'lyapti, berishmayapti. Bozorlar ama endi boshlandi obunachilarimiz. Shunday ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Mashinga ham menimcha savdolari bo'lyapti. Boshlig'a nech pul berdingiz? 10 million 600 ming so'm. 10 million 600 ming so'm. Shu Novvoschaga savdolari bo'pti, berishmayapti ekan. Bolasi bor bitta. Endi taroziga baland joylari ham bor, kam joylari ham bor. Endi hozir ha. Bunyodbek o'zi aka. Navbatdagi buqani sizlarga e'tiboringizga havola qilamiz. Et boshlari zo'r ekan. Pullarini 16,5 ga sotilyapti. Gap so'z yo'q aka. Lekin zo'r buqa ekan. Bular ama yengil bo'lyapti ekan. Bozoringlarni bersin. Bir katta kishimi? Mana xudo xolasa Novvoslar Seroq obunachilarimiz kelaverasizlar yakka chorva mol bozoriga. Izboskan tumanida joylashgan.